Mahoratli dublyaj aktyori Abdulhay Otaxo'jayev bo'ladilar. Kimdir uchun ijobiy qahramon bo'lishi mumkin, kimdir uchun men salbiy qahramon bo'lishim mumkin. Siz kabi mutaxassislar bu narsani ko'tarib chiqishingiz kerak. Peshana terim bilan o'sha yerda agar men mehnat qilib, o'zim undan zavq olib topadigan 100 so'm pulim ana shu menga yetadi. Bizni ham sultonlarimiz, bizni ham hukmdorlarimiz, bizni o'g'lonlarimiz ana shu turk xoqonlari, turk xalifalari singari dunyoni titratgan kinochilarimiz, tarixchilarimiz bilan hamnafas ishlashmadi. Sovet tarixida nima baho berildi? Salbiy va ijobiy qahramon berildi. O'sha narsadan biz hali chiqib ketmadik. Tomoshabinning o'sha insonga nisbatan iftixor tuyg'usini paydo qilish kerak. Mana shu insonni, shularni avlodiman degan narsa mamlakatda qalbida o'tirish kerak. Yosh avlod demak hozir kitobdan uzoqdami? Ko'proq shu mediaga bog'lanib qolganmi? O'z miyamda tanqid yoqiladi. Chiqib ketib yoqiladi. Keyin ketdi. Tanqidiy nuqtai nazardan ko'rishni boshlaydi. Mana o'zbek tilida boshqalarman dublyaj qiladi. Mana boshqa o'zim ishtirok etmasam ham kino ko'rgandek bo'lmayman. Yaxshi moliyaviy imkoniyat bera oladigan sohadan voz kechib shu dublyaj sohasini tanlagan. Birinchi o'ringa Tog'ay Murodni Otamdan qolgan dalalar. Bomba filmlari. Bomba. Mustafa Akkotda Risolat filmi. Dublyajni o'z davrini romantik ovozi. Har qanday holatda ham inson yumorni yo'qotmasligi kerak. Assalomu alaykum azizlar. Mohirlar ko'rsatuvi e'tiboringiz markazida. Filmlarda, xossatan xorij filmlarida har bir obrazni ikkita aktyor jonlantiradi, har bir obrazda ikkita aktyor ishlaydi. Biri obrazni tasvirda jonlantirsa, ikkinchisi esa kadr ortida ovozlashtirishda mehnat qiladi. Qay birini mehnati og'irroq? Bu savolga javob berish mushkul. Chunki ikkalovi ham aktyorning hayoti bilan yashaydi. U yig'lasa yig'laydi, kulsa kuladi. Payqaganingizdek bugungi mehmonimiz bugungi sizga tanishtiradigan o'z kasbining mohir namoyandalaridan biri mahoratli dublyaj aktyori Abdulhay Otaxo'jayev bo'ladilar. Azaliyat ketma-ketligini buzganlikni tan olaymi? Umuman, haligi boshqa odamni ushlab oldinglar. Salom. Men yangi suratkashman. Yangi suratkash. Bugundan boshlab Google uchun faqat men suratga olaman. Sen Mike TV'misan? Sen kichkina sistemani buzgan kichkina iblissan. Otam hech qanaqa qaroqchi emas. Bilib qo'y. Men uchun hayot ma'nosini yo'qotgan. Endi-chi? Qani savol ber. Buni qanday qilasan deb ayt. Qo'ysang-chi, metr nimalar deyapsan? Axir men chaqmoq Makminman-a. Yaxshi. Gari, bo'sh turgan fil joyini egalla. Germiona, sen farzand bo'lasan. To'rani yonida. Diego bo'lsa, buni yaxshi bilasan. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Salomatmisiz? Yaxshi yetib keldingizmi? Avvalo Rahmat. ko'rsatuvimizga vaqt ajratganingiz uchun katta minnatdorchilik bildiramiz. O'zi odatda studiyada olardik. Endi mana shunaqangi bir yangi mo'tabar joyga Albatta. sizni taklif etdik. Inshaalloh studiyaga sig'magan bir hissiyotlarimiz, gaplarimiz Albatta. bo'lishidan umidvormiz. Ilohim. Ochiqini aytaman, hozir o'sha syomka jarayonida shu joyga kelayotgan paytda anchadan beri bu tomonga o'tmagan ekanman. Ya'ni o'sha qurilish bo'layotgan mahaldan o'tmaganmiz. Hozir o'tganda haqiqatda juda bir hayratlanarli darajada bir qurilish bo'lib, juda go'zal bo'ldi. Albatta, tanib bo'lmas holatga keldi. Islom sivilizatsiyasi markazi yonida Xastimon majmuasi. Abdulhay aka, dublyaj siz uchun nima? Dublyaj men uchun agar umuman olib qaraydigan bo'lsa, ayni damda men uchun hamma narsa. Ya'ni aytmoqchi bo'lgan narsam shuki, aytadi-yu, san'at masalan, men zavqlanadigan san'at turi. Masalan, yana olib qaraydigan bo'lsa, umumiy olib qaraydigan bo'lsa, tirikchilik manbai ham masalan. Ya'ni hayotimni qaysidir ma'noda bir qobiq misol bir o'rab olgan bir yaxshi ma'nodagi qo'rg'on desam to'g'ri bo'ladi. Shunaqa ta'rif bergan bo'laman men dublajga. Qismat deb ayta olasizmi? Albatta, u qismat, bu taqdir, chunki bilamiz. Siz rozi bo'lgansiz, xursand bo'lgansiz, o'zingiz tanlagan qismat. Bu to'ppa to'g'ri bu. Ya'ni 100% bo'lgan bu bor gap bu, ya'ni qismat, taqdir. Agar bu taqdir bo'lmaganda bu sohada bo'lmas edik. Masalan, hozir siz bilan ham suhbatlashib o'tirgan bo'lmas edikda, agar taqdirida bor ekan.
Bu aytasiz, hozir men o'zi aytdingiz, ya'ni siz rozi bo'lgan qismati deysiz. Haqiqatdan biz rozi bo'lgan qismatimiz. Ya'ni shu sohani egallaymiz, shu sohani mahkam ushlaymiz, shu sohani qaysidir ma'noda bir ustasi bo'lamiz degan maqsad bo'lgan, ya'ni maqsadda yuqori qo'yilgan, ozmi ko'pmi mana hozir shu sohadamizda. Aytmoqchi bo'lganim, bu ham bir baxt, chunki o'zini ishidan rozi bo'lib, xursand bo'lib tirikchiligini o'tkazayotgan, faoliyatini yuritayotgan insonlar hamma ham emasda. To'g'ri. Ba'zilar moddiy tomoni yaxshi bo'lganligi uchun tanlaydi. Boshqa shu jihatdan. Bilishimizga qaraganda sizni dastlab dublyajga kelishingizga jiddiy qarshilik qilingan ekan. Bu haqda lekin hech qayerda aytmagan ekansiz. Endi bir tomoni bor, masalan biror bir kasb yoki biror hunarni oladigan bo'lsa, kimgadir xayrixohlik bo'ladi, kimgadir yo'q. Men bir narsani aytgan bo'lardim. O'zimiz ham ota-onamiz, aytmoqchimanki, endi ota-onalar ko'pchilik eshitsa, farzandlarini yaxshi ko'rgan hunarga, yaxshi ko'rgan o'sha sohasiga berish kerak ekan. Ya'ni shu sohani qiziqib shu sohaga yopishyaptimi, shu sohada unga yo'l ochib berish kerak va u shu sohani egallasin, shu sohani ustasi bo'lsin va shu sohada masalan jamiyatga, davlatga, xalqiga foydasi tegadigan inson bo'lsin-da. Mana shu narsani tarafdoriman. Endi bizda shunaqa narsa shakllanib qolganki, masalan o'zimiz erisha olmagan orzularimizni aksini biz farzandlarimizda ko'rishga harakat qilamiz-da. Men o'zim shu orzuga erisha olmadim, farzandim bo'ladi. Yo'q, uni taqdirida, uni peshonasida nima bor? U balki u boshqa inson, uni qiziqishi boshqa, dunyo qarashi boshqa. Masalan, deylikda, men diplomat bo'lishni orzu qilgan bo'lsam, men farzandim boshqa sohani tanlasa, men uni qanaqa qilib, yo'q, sen diplomat bo'lasan deb uni yo'naltiradigan bo'lsam, bu noto'g'ri bo'ladi. U bu yo'ldan qaytib o'zini yo'nalishiga harakat qiladi yoki diplomat bo'lsa ham qanaqadir bir hamin qadar bir xodim bo'lishi mumkin-da. Masalan, mana shu otam xohlaganlar shu hamin qadar bir diplomat bo'lib qo'ya qolamiz. Shu misol tariqasida aytyapman. Aytmoqchi bo'lganim, bizda ham shunaqa bo'lgan. Ya'ni qiziqqan sohamiz boshqa bo'lgan. Ya'ni shu san'at sohasi bo'lgan, lekin ko'proq shu nimagadir xohlashmagan bizda shu sohani egallash. Bu ham bir taqdir ekanki, shu sohani egallashga jiddiy jahd qildik. Shu narsani egallaymiz dedik. Qaysidir ma'noda qarshiliklar bo'lgan, yaxshigina, sababi yaxshi moliyaviy imkoniyat bera oladigan sohadan voz kechib shu dublyaj sohasini tanlaganman. Ya'ni aytardim-da, masalan, o'zim yoqtirmayman. Hozir aytdingiz-ku, o'zim yoqtirmagan sohada men milliardlab pul topsam ham, lekin u menga tatimaydi. Lekin o'zim yaxshi ko'rgan sohada o'sha yerda ter to'kib, peshona terim bilan o'sha yerda agar men mehnat qilib, o'zim undan zavq olib topadigan 100 so'm pulim ana shu menga tatiydi. Va ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin bu qarshiliklar ham keyin sekin-sekin xayrixohlikka aylangan. Ya'ni shunga olib kelishga majbur qilganmiz. Aslida hayotda mazmuni ham shu aslida. Moddiyat o'tadi, ketadi, lekin insonni qanday yashagani muhim. Albatta. Allohning huzuriga qanday amallari bilan borgani muhim. Ya'ni jamiyatga, insonlarga qanchalik foyda yetkazgani bilan albatta muhim. Suhbatga tayyorlanish jarayonida YouTube'da siz bilan bo'lgan suhbatlarni, intervyularni ko'rib chiqdik. Ko'pi shu dublyaj haqida, dublyajni qiyinchiliklari, jarayoni va siz ovozlashtirgan mashhur bo'lgan qahramonlarni o'xshatib berishni so'rashgan va bu narsadan biroz endi chekinamiz ozgina. Rahmat. Savolim hadis shariflarda aytiladi: 5 narsa kelishidan oldin 5 narsani g'animat biling. Keksalik kelishidan oldin yoshlikni, betoblik kelishidan oldin salomatlikni, faqirlik kelishidan oldin boylikni, mashg'ullikdan oldin bo'sh vaqtni, o'lim kelishidan oldin hayotni. Sizni yoshlik davringiz agar o'tdi deb hisoblasangiz, yoshlik davrida nimalarni qila olmaganingiz armon bo'lib qolgan o'zingizga?
agar ochig'ini aytadigan bo'lsam, aytamiz-ku, mana masalan, orzu, armon haqida gap ketadi. Mana masalan, hozir aytdik-ku, o'zim shu sohani yaxshi ko'rdim. Shu mashaqqatiga chidadik, shu mashaqqatiga turib berdik va shu sohani egalladik. Endi mana bu narsa armon bo'lib qolgan yoki mana bu narsani qila olmadim deydigan bo'lsam, bu narsani o'ylab chiqaman. Masalan, deylik, kerakligicha, kerakli miqdorda ilm ola olmadim. Endi qaysidir ma'noda o'zingiz ham bilasiz, men tarix fakultetini bitirganman, Toshkent davlat universiteti deyilardi u paytda. Bu sohada ham ish qilgim kelgan. Ya'ni tarix yo'nalishida shu tarixni o'rganib, o'zimning bir rejalarim bor edi. Bu narsa amalga oshmadi. Lekin bu narsadan u darajada tashvishlanadigan bir holat emas bu narsa asldan qaraganda. Ya'ni buni erta kechi yo'q. Ya'ni qilsa bo'ladi. Erisha olmagan narsa uchun endi bo'ldi, endi kuyinishdan, buna qilishdan befoyda. Lekin ko'proq ilm olishi mumkin edi. Mana shu narsa bor. Hozirgi yoshlarda men havas qiladigan tomonim bor. Ingliz tilini o'rganishadi, masalan-da, qanaqadir bir qo'shimcha, ya'ni 2 ta 3 ta tilni o'rganishadi. Masalan, til o'rganishi mumkin edi. Shu qaysidir ma'noda vaqtni boy berib qo'ydim. Endi hozir o'rganaman degani bilan o'rganishim ham mumkin, lekin u yoshlikda o'rgangan u mutlaqo boshqacha edi. Mana shu tomonlari bor. Vaqt nuqtai nazardan to'ppa-to'g'ri. Shu. Hozir azizlar, alohida aytib o'tishimiz kerak. Abdulhay aka nafaqat dublyaj aktyori, balkim tarixchilar. Bu o'zaro suhbatlarimizda nihoyatda yaqqol ayon bo'ladi. Tarixchi bo'lganda ham o'zini sohasini yaxshi biladigan va bu sohada tadqiqot olib borgan mutaxassislar. Shu haqida ozgina to'xtalib o'ting, iltimos. Chunki ko'pchilik faqat siz dublyaj aktyori sifatida bilishadi, lekin bu qirrangizni bilishmaydi. Endi bir narsa haqiqatan tarixga nima qiziqishim sababi bor. Endi yoshlikdan bo'lsa kerak-da. Sababi maktablarda ham, maktabda ham o'qigan paytimizda ham tarixda olimpiadalarda qatnashganmiz. Tarix o'qituvchimiz Mahmud akamlar tanlari sog' bo'lsin. Shu inson ancha o'sha mehr berishimga shu inson sababchi bo'lgan. Undan tashqari o'zim endi odamda bo'ladi o'zida qiziqishda. Masalan, eski o'sha turkiy yozuvi o'rganishim, ya'ni o'sha arabiyda, ya'ni o'sha Uyg'ur yozuvini o'rganib chiqqanman va shunda o'sha o'zim mutolaa qilib turardim. Oliy maqsadlarimizdan bittasi shu Alixon To'ra Sog'uniy bo'yicha edi. Alixon To'ra Sog'uniy bo'yicha edi. Ya'ni o'sha Sharqiy Turkiston haqida, Sharqiy Turkistonni o'sha tarixidan boshlab turib, o'sha qadimgi davrdan boshlab turib, mana shu bir davrgacha bir ilmiy ish, xudo xolis, anaqamiz bor edi. Lekin ancha-muncha ish qilganmiz, hatto diplom ishim ham aynan o'sha Alixon To'ra Sog'uniy bo'yicha bo'lgan. Endi u paytda endi Alixon To'ra Sog'uniy o'sha ilm ahllari yaxshi bilishardi. Alixon To'ra Sog'uniy kim bo'lganlarini boshqa, lekin ko'pchilik bilmas edi. Bir narsani aytaman, o'sha Alixon To'ra Sog'uniyni bitta kitoblarini ko'pchilik bilardi, o'sha tarixiy Muhammadiy asarlarni bilishardi. Lekin o'sha Turkiston qayg'usi asarlarini o'sha ilm atrofidagi insonlargina bilishardi. Ya'ni shu Sog'uniyga oilalarga yaqin bo'lgan insonlar, shu ilm egalarigina bilishardi-da, ko'pchilik bilmas edi u paytda. Shunda bir ne baxtki qo'limga aynan o'sha Uyg'ur yozuvidagi Alixon To'ra Sog'uniyga asarlar tushgan qo'limga. Mana shu narsani o'sha Turkiston qayg'usi menga bir asos bo'lgan shu narsa. Ya'ni o'sha ilmiy ish qilishimga. Ko'p bo'lmadi, mas adashmasam bir 2 oylar oldin o'sha yozganlarimni o'tirib, endi ruchkada yozilganda-ku, o'tirib qarab chiqdim. Bilasizmi, Zorjon, oradan shuncha vaqt o'tib ketdi, shuncha yil o'tib ketdi. Miyangizdan shu narsa o'tarkanki, shu narsalarni men yozdimmi degan fikr paydo bo'lar ekan insonda. Nahotki shu narsani men yozgan bo'lsam, o'sha yozgan paytlarimni eslayman. Tun haligi uxlamasdan kechalari bilan ana ishtiyoq kelib qoladi. Kelganda uni olib, u materialni olardim, bu materialni olardim. U paytda masalan umuman internet bo'lmagan masalan. Borib
Turon kutubxonasiga, Alisher Navoiy kutubxonasiga borardim. Исторический очерк о Kashgari degan rus zobitini, ya'ni u josus bo'lgan, shu insonni yozgan asari bor. Aynan o'sha Sharqiy Turkiston bo'yicha shu asarlarni topib, o'sha eski o'sha rus yozuv alifbosi deydi. O'shalarni topib, o'shalar bilan ishlab, o'shalar bilan qilganman. Va xuddi shu narsani o'tirib, o'zimda endi o'tdi shu narsa. Bir sog'inch bo'lar ekanda. O'tirib o'qib chiqdim. Nahotki shu narsalarni, shularni men yozgan bo'lsam degan fikr o'tdi-da. Lekin hali ham aynan mana shu baribir tarixga mehrimiz bor. Uzoqlashmaganmiz. Bu sohada Xudo xolasa vaqti kelib, sekin birdan emas, sekin qilarmiz Xudo xolasa ishlarimiz. Aynan bu zot haqida kino ssenariy qilish g'oyasi bo'ldimi sizda? Alixon To'ra Sog'uniy haqidami? Alixon To'ra Sog'uniy haqida kino ssenariy haqida to'g'risini aytaman, unaqa hali fikr menda bo'lmagan. Lekin miyamda o'sha bir reja qilgandik, o'sha mutolaa loyihasi bor. Mutolaa loyihasida ko'p o'sha kitob o'qib berib turaman boshqa. Aynan shu hayotlari, boshqa nimalari haqida bir ocherkka o'xshagan, audio ocherkka o'xshagan narsa tayyorlash rejamda bor bu narsa. Lekin kino ssenariy bo'lmagan hali. Endi uni chunki aytmoqchi bo'lganim, siz kabi ijodkorlardan yaxshi ssenariy chiqadi. Birinchidan bu soha bilan yaxshi tanishsiz, tarix bilan yaxshi tanishsiz, ikkinchidan kino sohasini mutaxassisiz. Shuning uchun o'zi bu aytishadi-ku, tarixiy sohada bizda baribir anaqa bor, ozgina oqsoqlik bor. Tarixiy filmlarni ishlash, ya'ni har tomondan, moddiy jihatdan ham va ssenariy jihatdan ham. To'ppa-to'g'ri. Ssenariy jihatdan. To'ppa-to'g'ri bu. Aynan sizni yo'nalishingiz shunga juda mos keladi. Chunki yaxshi bilasiz, Alixon To'ra Sog'uniyni hozir aytyapsiz, bu zotni ibratlari, tarixlari film orqali keyingi avlodga yetkazilsa, yana ham u juda zo'r bo'ladi. Bu nafaqat Alixon To'ra Sog'uniy hayotlari, nafaqat bitta film, balki serial. Agar qilinadigan bo'lsa, ana shunda tomoshabin biladi bu qanaqa zot bilan yashashgan. Sababi u inson nafaqat tarixchi, balki hatto Timur tuzuklarini tarjima qilganlar forsiydan. Alixon To'ra Sog'uniy. Keyin tabobat bilan ham shug'ullanganlar. Aynan Alixon To'ra Sog'uniy o'zlaridan o'sha tabobatda da'vat topgan insonlar o'zlari shaxsan o'zlariga aytib berishgan. Ya'ni o'sha tabobatda o'sha qilgan ishlari, o'sha yerda shifo topganlarni, shulardan shifo topganlarni aytib bergan insonlar bor-da. Aytmoqchi bo'lgan narsam, Alixon To'ra Sog'uniy o'sha masalan hayotlarini umuman olib qaraganda taqdim qilib, agar serial bo'ladigan bo'lsa, u juda ajoyib bo'ladi. Sababi mana aytamiz, mana jadidlarimiz u bu deymiz, mana lekin Alixon To'ra Sog'uniy jadidlarimizdan bir kam joylari yo'q-da. Ya'ni millat uchun qilgan ishlarni agar olib qaraydigan bo'lsak, oddiy misol o'sha Turkiston qayg'usini o'qib chiqqan inson shu millat vakili sifatida o'zi uchun juda katta bir dasturul amal oladi. Ya'ni o'zini shu hayotini qo'yib olishda, o'zini turmushida, tarzida, ilm olishida, vatanga bo'lgan muhabbati, mana shu narsalarni o'z miyasiga singdirib, o'zi uchun bir dasturul amal qilsa bo'ladigan asarda Turkiston qayg'usi haqiqatda shunaqa. Aytganingizdek, Alixon To'ra Sog'uniy hazratlari qomusiy olim darajasida. Albatta. Beruniy, Ibn Sino, Xorazmiy darajasida. Albatta. Harbiy sohada birinchi marshal unvonini qo'lga kiritganlar. Alloh esladik rahmatlari bilan qabrlarini munavvar qilsin, jannatdagi maqomlarini baland qilsin. Amin. Yana tarixchi sifatida tariximizni qaysi sahifalari, qaysi davrlarini yoritish kerak, serial qilish kerak deb o'ylaysiz? Umuman o'zi olib qaraganda, mana yaqinda bir akamiz bilan gaplashdik, televideniya sohasida endi o'zimiz ham ishlaganmiz. Gapdan gap chiqib ketib qoldi. Bobur video filmi haqida gaplashib qoldik-da. Shunda aytdilarki, shu dekoratsiyasini qilganmiz. Men umumiy shu mavzu shunaqa bo'ldiki, hali
shu Bobur yoki Alisher Navoiy bo'lmasam video film deyilgan, ko'p qismli video film. Hali mana shu video filmlar darajasida birorta asar yaratilmadi hali. Na televideniya tarixida bo'ldi bu narsa, na kino sohasida bo'ldi. Ya'ni bu darajada. Sababi entuziazm deyiladi-yu, ya'ni shu inson o'zida shijoat bor. Ana o'sha paytda ularda shijoat kuchli bo'lgan. Shu narsani qiladi. Bo'lmasam o'sha davrda tasavvur qiling, SSR davrida Navoiy haqida, Bobur haqida birorta bir asar qilishi o'zi bir muammoli bo'lgan. Ya'ni birorta narsani chiqaradigan bo'lsangiz, uni qancha chig'ridan o'tkazishga to'g'ri kelgan. Mafkuraga, sovet mafkurasiga to'g'ri keladimi yoki yo'qmi degan narsalar o'tda bo'lgan. Lekin shu narsani qilishgan. Endi hozirgi paytda nimaga deydigan bo'lsangiz, aynan kinochilarimiz tarixchilarimiz bilan hamnafas ishlashmadi. Ya'ni hamnafas bo'lish kerak kinochilarimiz. Mana ba'zi bir mana filmlarni men o'zida masalan dublyaj jarayonida ham aytaman-da, ko'pincha o'sha tarix jarayonida masalan Xitoy imperatori deb beriladi. Buni endi ko'pincha kim beradi? Ko'pincha rus tilida o'sha tarjimada Xitoy imperatori deb berib ketiladi. Lekin o'z unda olib qaraydigan bo'lsak, biz turkiy tilda biz hech qachon Xitoy imperatori demaganmiz. Biz Xitoy xoqoni deganmiz. O'sha eski asarlarimizda ham Xitoy xoqoni. O'zi ba'zi bir o'sha film, tarixiy filmda ishlanganda ham o'zimni taklifimni aytganman. O'rtoqlar, Xitoy xoqoni bo'ladi. Ya'ni biz Xitoy xoqoni deb aytganmiz. Imperator degan so'z bizda bo'lmagan. Mana masalan, arablar ham qaysidir hukmdorga nisbatan, boshqa nisbatan o'zini o'sha termini bo'lgan. Masalan, Sezar bo'lmagan, Qaysar bo'lgan. Masalan, xuddi shunga o'xshagan narsa-da. Ya'ni o'sha o'zimiz o'sha terminlarimizdan, o'shandan biz qochmasligimiz kerak. Ya'ni biz unutib olmasligimiz kerak bu narsani deb o'sha fikrimni bildirganman. Endi boyagi savol keladigan bo'lsak, nimaga desa, aynan o'sha tarixchilarimiz bilan kinochilarimizni o'sha uzviy bog'liqlikda shu narsani bir ishlab, shu narsani bir ishlama berib, badiiy berib bunaqasi bo'lmaganda. Ya'ni entuziazm qanaqa bo'lgan? Entuziazm, tarixchilarning o'zining entuziazmi bor, kinochilarning o'zining entuziazmi bor. Masalan, deylik o'sha Jaloliddin Manguberdini oladigan bo'lsa, Jaloliddin Manguberdi degani ko'z oldiga shu Chingizxon bilan bo'lgan o'sha qarshiligi haqida gap ketadi. Lekin Jaloliddin Manguberdining ungacha bo'lgan voqealiklari bor. Masalan-da, ana shu voqelik haqida o'ylamaydi. Chingiz bilamizki, Chingizxonga qarshi chiqqan deymiz. Bo'ldi. Boshqa yog'i haqida haligi o'ylab ko'rilmaydi-da. Aytmoqchi bo'lgan narsam o'sha agar xuddi siz aytgandek o'sha tarix bilan kinoni agar uzviyligi o'sha tarixchilar bilan birgalikda shu amalga oshiriladigan bo'lsa, u juda zo'r bo'ladi. Chunki umumiy olib qaraydigan bo'lsa, butun jahon kinosida ham tarixchilar bilan fikrlashgan holat shu tasvirga olinadi. Ya'ni o'sha tarixchilarning bergan tavsiyalari asosida boshqalari tasvirga olinadi. Endi misol tariqasida olishimiz mumkin. Mana deylik o'sha turk kinoijodkorlari tomonidan tasvirga olinadigan tarixiy filmlar. Bularda ham yaqin-yaqingacha muammo bo'lgan. Ya'ni muammoli mavzu bo'lgan. Ya'ni tarixiy filmlar. Tarixiy seriallar muammoli bo'lgan. Ana ularda ham mana endi shu ko'tarinkilik bo'ldi. Ya'ni o'sha tarixga qaytish. Ya'ni tarix bizga nima beradi deyiladigan bo'lsa, tarix bizni o'zimizni millat sifatida anglashimizga yordam beradigan eng asosiy vositadir. Ya'ni o'zimizni millat sifatida. Men xohlardimki, mana masalan Bobur Mirzo haqida biz gapiramiz. Masalan-da, Muhammad Shayboniyxon bor. Bizning millatimizning tarixida eng katta rol o'ynagan zotlardan biri Muhammad Shayboniyxon. To'g'ri, qo'yamiz ani Bobur bilan Shayboniyxonni qarama-qarshi qo'yishadi. Endi bu to'ppa-to'g'ri tarix ham bularda qarama-qarshilik bo'lgan, boshqa bo'lgan. Lekin umumiy o'zimni olib qaraydigan bo'lsak, tarix fani qanaqa o'rganiladi? Tarix fani tarixiylik va obyektivlik asosida o'rganiladi. Ya'ni tarixni tarixdek ko'ramiz va obyektiv baho beramiz. Bo'ldi. Tarixda salbiy ijobiy qahramon yo'q. Sovet tarixida nima bo'ldi? Sovet tarixida nima baho berildi? Salbiy va ijobiy qahramon berildi. O'sha narsadan biz hali chiqib ketmadik. Agar biz hali ham shu tendensiya bor. Tendensiya hali ham bor. Ya'ni o'sha bu yomon bo'lgan, bu yaxshi bo'lgan. Yo'q, unaqa o'rganilmaydi. Tarix bor deb o'rganiladi. Unga biz bahoni beramiz. Bu yaxshi odam bo'lgan, bu yomon odam bo'lgan deb. Masalan, shaxsan men
kimdir uchun ijobiy qahramon bo'lishi mumkin, kimdir uchun men salbiy qahramon bo'lishim mumkin. Umumiy olib qaraganda men bir insonman, xato va kamchiliklarim bilan. O'sha davrda ham hukmdorlarni o'ziga yarasha xato va kamchiliklari bo'lgan. Ya'ni ular ham oddiy inson bo'lgan. Ular ham kamchiligi bo'lgan, ularning ham xatolari bo'lgan. Lekin bu uchun bu salbiy qahramon, bu ijobiy qahramon deb uni ajratishga bizning haqqimiz yo'q. Chunki tarix bo'lib o'tgan voqelik bo'ldi. Shuning uchun aytamanki, tariximizni o'rganilmagan puchmoqlari juda ko'p. Mana shu asosda agar serial bo'ladigan bo'lsa, kerak bo'lsa Kushonlar davridan boshlash kerak bizda. Ya'ni o'sha eramizdan avvalgi 4-asr, eramizning 4-asr davrida Kushonlar imperiyasi bo'lgan, ya'ni turkiylar bo'lgan shular. Mana shu davrdan boshlash kerak aslida. Siz kabi mutaxassislar bu narsani ko'tarib chiqishingiz kerak, chunki siz kabi boshqa hamkasblaringizdan ko'ra o'sha tarixni chuqurroq o'rganganlar kam-da endi har holda. Mana o'zingiz turk seriallariga ovoz berasiz. Ertug'rulda ishladingiz, Alp Arslonda ishladingiz. Demak, yo Suman ayolingiz Meftali. Chiroyli ism ekan. Sening isming nima? Kardinal hazratlarining nomasi Konstantinopolga yetib borganda Markosning safdoshlari o'g'lingizda beshikdagi chaqaloqlarni ham qilichdan o'tkazadi. Sulaymon shoh o'g'li Ertug'rul. Qanchalik qahramonlarni bo'rttirish bor yoki qanchalik obyektivlik bor. Endi albatta film bo'lgandan keyin lirik chekinish bo'ladi. Albatta. Qarangda, umuman o'zi kino asliyatda olib qaraganda, kino bu nima deydi? Madaniy soha deganimiz bilan uni tagida yana boshqa bir masala bor, o'ta propaganda bor. Masalanda, ya'ni aynan Ertug'rulni suratga olinishi turk millatida turkiylik, ya'ni turkiylik o'sha Usmoniylarni davri bilan, ya'ni ana shu davr bilan, ya'ni o'sha qanaqa ajdodlarimiz qanaqa bo'lgan degan narsaga olib keldi bular. Bularda o'zingiz ham juda yaxshi bilasiz. Masalan, qarama-qarshi fikrlar juda ko'p, masalan. Lekin aynan mana shu seriallar to'g'ri, masalan, Ertug'rulda bo'rttirilgan jihatlari ko'p, masalan, oshirib yuborilgan joylari ham bor. Lekin bu nima uchun xizmat qiladi? Bu xizmat qiladigan narsa millatni o'zini anglashiga xizmat qiladigan narsa. Ya'ni shu asnoda tarixga qiziqish boshlanadi-da. Mana bir narsani kuzataman-da, hatto rus kontentlarida ham kuzataman. Savollar berib qolishadi. Ruscha savol berib qolishadi. Endi ruscha javob berishadi. Endi aytishadiki, "Men aslida qanaqa voqea bo'lgan? Turk sultonlar saroyida" degan umumiy bo'lsa, aslida mana bunaqa voqea bo'lgan deb gapirib berishadi. Bu kontent ruslar tomonidan rosa tomosha qilinadi. Ya'ni umumiy olib qaraganda turk tarixiga bo'lgan, turk madaniyatiga bo'lgan, hozir Turkiyani nazar tutyapman. Usmoniylar tarixiga bo'lgan qiziqishi yana ham dunyoda oshirib bordi. Mana hozir qarang, borsangiz, masalan, Istanbulga borsangiz, qancha turist bor. Ya'ni kinoni kuchi shuki, kinoni serialda, mana tarixiy seriallar butun boshli iqtisodga ta'sir qiladi. Butun boshli iqtisodga, ya'ni turizmni rivojlantirib berdi. Bular tasavvur qiling, bitta Ertug'rulga o'xshagan seriallarni suratga olib turib, yana buni dunyoga bular sochishyapti ham. Buni orqasidan pul ham kelyapti. U shu bilan birgalikda turizm rivojlanib, ya'ni odam olib kelyapti. Ya'ni turkiy dunyoga qiziqish odamlarda paydo bo'lishni boshladi. Ya'ni turkiylar jahon tarixida o'ziga yarasha mavqega ega, o'ziga yarasha o'rni bo'lgan, o'zini aytadigan so'zi bo'lgan degan g'oyani bular ilgari surishyapti. Yana bir tomoni bular faqatgina turk degan narsani olmayapti-da. Ya'ni turkiylarga nisbat beryapti. Turkiylarga. Mana shu jarayonda biz orqada qolmasligimiz kerak. Chunki bularning boshlanishi bizdan bo'lgan. Aslida. Albatta, mana azizlar, filmni, serialni ta'siri. Mana shu tarixchi, mutaxassis sifatida aytayaptilar. Biz oldingi suhbatlarimizda ham ko'pincha Abdulhay aka bu kabi mulohazalar faqat gap bo'lib qolib ketadi-da. Eng og'riqli nuqtamiz shu. To'ppa-to'g'ri. Xulosa chiqarilmaydi. Endi mablag' deyiladi yoki boshqa deyiladi, lekin balkim oxirgi yillarda mana Mendirman Jaloliddin yoki Bahodir Yalangto'sh balki sekin-sekin qadamlar tashlanayotgandir, lekin o'sha bizni ham sultonlarimiz, bizni ham hukmdorlarimiz, bizni o'g'lonlarimiz
mana shu turk xoqonlari, turk xalifalari singari dunyoni titratgan Albatta, zotlar albatta. bo'lishgan. Nima uchun Amir Temur haqida yana boshqatdan olinmasligi film kerak? Albatta. Albatta kerak. Nima uchun Mirzo Ulug'bek haqida olinmasligi? Mana kecha O'zbekiston tarixi telekanalida tarixchilar aytishyapti, ko'rsatuvda hatto Salohiddin Ayyubiyga Xorazmshohning askarlari xizmat qilishgan ekan. Albatta. Quddusni to'ppa-to'p. fath etishida o'zingiz mana bilasiz, Quddusni fath etishda ularni hissasi bo'lgan ekan. To'ppa-to'p, Qarang, ya'ni bizni o'zbek o'g'lonlari farzandi. to'ppa-to'g'ri. Bu tarixda o'zimiz yiroqlashtirib borilganmiz-da. Ya'ni o'zimiz yiroqlashib ketib qolganmiz-da. Go'yoki bizda shunaqa hissiyot paydo bo'lib qolgan. Amir Temur deymiz, masalan-da, Muhammad Shayboniyxon, boshqa ulug' insonlarimiz haqida gapiradigan bo'lsa, go'yoki ular olisda qabul qilamiz-da. Biz ularni qalbimizga yaqin olib kelishimiz kerak-da, o'zimizga yaqin olib kelishimiz kerak. Mana shunda xuddi aytganingizdek, kinoni o'rni katta. Kinoni o'rni katta, ya'ni agar mana shunda agar filmlarni o'rni katta bo'lsa, agar shunaqa filmlar suratga olinadigan bo'lsa, mana oddiy misol aytaman, o'sha Islomxo'ja. Qarang, ya'ni xalqimiz Islomxo'ja degan shaxs bilan tanishdi-da. O'zini tarixi ajdodi u. Ya'ni ajdodi bilan mana endi tanishdik. Ungacha Islomxo'ja kim desa, mana Islomxo'ja minorasi deyilardi, bo'ldi. U haqda boshqa ma'lumot yo'q edi. Ungacha xalqimiz Islomxo'ja degan bosh vazir o'tganini, o'sha Xiva xonligida o'ziga yarasha bir vatan uchun xizmat qilgan insonligini ko'rsatib berganda, mana shunaqa tariximizda o'tgan insonlar juda ko'p bunaqalar. Aynan men aytmoqchi emasman, birdan masalan deylik, katta masshtabda qilib tashlash kerak emas. O'sha kichkina voqealiklar bilan, kichkina voqealiklar bilan qilinadigan bo'lsa, ana o'sha kichkinaliklar tajriba beradi. Bu sekin kengayib katta masshtabga olib keladi bu narsa. Boshida mana eslang, turk seriallari, aynan o'sha tarixiy seriallar birdan katta masshtabdan boshlamadi bular. O'sha kichkina voqealar 40 daqiqalik, masalan-da 1 soatlik boringiz, mana shunaqa filmlar bilan sekin tajriba orttirishdi. Va shu natijada bular mana endi hozirgi paytgacha kelib olishdi. Bu yutuq. Ularning yutug'i-da. Bizda ham xuddi shu narsani qilish kerak aslida. To'g'ri, haligi nima deydi? O'sha tarixiy serial olishdan asosiy maqsad, ya'ni tomoshabinni o'sha tarixiy shaxs bilan tanishtirish bilan bir qatorda tomoshabinni o'sha insonga nisbatan iftixor tuyg'usini paydo qilish kerak. Mana shu insonni, shularni avlodiman degan narsa mamlakatda qalbida urib turish kerak-da. Mana shu narsaga olib kelish kerak aslida. Rahmat Abdulhay aka. Ancha xulosalar qildik. Birinchi xulosa shuki, albatta biz tarixiy shaxslarimizga katta ahamiyat berishimiz kerak. Yosh avlod, demak, hozir kitobdan uzoqdami, ko'proq shu mediaga bog'lanib qolganmi? Shu vositasida yosh avlodga ulug' zotlarimizni tanishtirishimiz kerak, yetkazishimiz kerak. To'ppa-to'g'ri. Har kuni bir necha film, seriallarga ovoz berasiz va deyarli har kuni kino ekranlarida ovozingiz yangraydi. O'zingizni ishlagan film, seriallaringizni kechqurun oila davrasida farzandlar bilan qanaqa ko'rasiz? Oddiy tomoshabin sifatida ko'ra olasizmi yoki voy, mana bu joyini chiqara olmabman, mana bu joyda bunaqa bo'pti deb ozgina entikish bilan ko'rasizmi? Oldin avvallari endi shunaqa narsa bo'lardi. Endi hozirgi paytda televizor ko'rishga vaqtimiz ham yo'q. Masalan, oila davrasida o'tirib farzandlarimiz bilan ham ko'ra olmayman ham. Ba'zida farzandlar yoki qarindoshlardan kimdir filmda oz bergan ekansiz, mazah ko'rdi, bu deydi, rahmat deb qo'yamiz, bo'ldi. Lekin agar o'zim ko'radigan bo'lsam, birinchi navbatda menda tanqid yoqiladi. O'zim miyamda tanqid yoqiladi. Chiqib ketib yoqiladi, keyin katta tanqidiy nuqtai nazar bilan ko'rishni boshlayman. O'zim tanqid qilib ko'rishni boshlayman. Endi tanqid bu yoqilmay qolsa yomon-da. Mana bu qoyildim, mana bu boplab, u insonni Aytmoqchimanki, oddiy tomoshabin sifatida ko'ra olasizmi filmga qiziqib? Ko'ra olmayman. Oldin mana davomi nima bo'lar ekan, syujet nima bo'lar ekan deb. Hatto o'zbek tilidagi, mana o'zbek tilida boshqalar mana dublaj qiladi, mana boshqa. O'zim ishtirok etmasam ham kino ko'rgandek bo'lmayman. Ya'ni dublajda ishlagan aksariyat odamlar shunaqa. Rus tilida oldin ko'rardim, endi rus tilida ham shu intonatsiya qidiraman miyamda, mana bunaqa emas, bunaqa olish kerak intonatsiyani.
unda ham anaqa qila olmaydigan bo'lib qoldimda. Ana unda o'g'limga aytdim, men ingliz tilini oz-moz bilamiz. O'g'limga aytdim, "Sal ingliz tilini ancha-muncha o'rganib qo'yishim kerak ekan, endi originalni ko'rishga harakat qilaman endi kinolarni" deb gapirib turdim, xuddi shu masalada. Lekin baribir miyamda shu yoqiladi. Ya'ni kinoni unutib yorib, sujetni ichiga kirib keta olmayman. Ya'ni chunki nimaga aytsa, bu so'z juda muhim narsa-da. Kinoda so'z muhimda hozir. Bu azizlar dublyaj aktyorlariga havas qilib bo'lmaydi. Xuddi siz bizga o'xshab maza qilib bir filmni mana ko'ra olmaymiz deyishyapti. Bu nimaga sohaga fidoyilikdan namuna-da bu. Rahmat katta. Abdulhay aka, Ashraf Ali Tahonaviy hazratlarini bilasiz, ulug' bir olim bo'lganlar o'tmishda. Shu kishi tarixda 1,5 mingta asar yozganliklari keltiriladi. Endi bahs qilishadi, shuncha asar qanaqa yozish mumkin? Yozsa bo'ladimi? Endi bu vali darajasidagi zotlarga Allohning bir shunaqa inoyatlari beriladi. Vaqtlariga baraka beriladi, ijodlariga baraka beriladi. Bu endi bir karomat. Shu bahslar bo'lganda bir shogirdlar aytgan ekanlar, hozir ismlari yodimga kelmayapti. Ha, bu odam 1,5 mingta kitob yozgan. Mana shu ko'zlarim, gunohkor ko'zlarim shunga guvoh. Bu kishining bir hayotlarini gapirib bergan ekanlar. Bir ishga chiqib ketishdan oldin ertalab madrasada dars berar ekanlar. Ayollari buyurib qopdilarki, ana qushlarga ovqatini berib keting. Qush boqar ekanlar, ovqatini berib keting deb buyurib qopdilar. Keyin shu eshitibdilar-ku, lekin kitob yozayotgan ekanlar, Qur'onni tafsirini yozayotgan ekanlar. Ana shu tafsirga berilganlaridan ayollarning gaplari yodlaridan ko'tarib madrasaga chiqib ketibdilar. Va ana shu madrasada darslarni tugatib yozar ekanlar, qalam yozmasmishdi. Shogirdlar aytadi, u zotda biz guvohi bo'lganmiz, shunda qo'llarini ushlasalar qalam o'zi ketadigan holat ham bo'lgan. Endi bu zotlarga Allohning o'zi bir ilhom beradi, fazl beradi. Hatto shu qo'llarini qalam o'zi shu darajada, lekin qalam yozmasdi. Qalam yozmasdi. Shu bir narsa xayollariga kelib, anu ishni aytganida ayolim endi bechara xafa bo'lib qolmasin deb borib ayollarning iltimosini bajarib kelibdilar. Qaytib qalamni qo'lga olsalar, Niso surasini A'udhu billahi minash shaytonir rojim ashiruhunna bil ma'ruf, ya'ni ular bilan ayollaringiz bilan yaxshilikda yashangiz degan joyga kelgan ekanlar. Qarang, Allohning hikmati. Mana shu oyatga kelganda qalam ham yozmasdan o'sha ayollarni xursand qilganliklari uchun keyin yana tafsirda davom etgan ekanlar. Aytmoqchimizki, bir narsani aytib ketaman, Zarjon, esingizda turib tursin hozir. Siz bilan ana kuni bir suhbatlashdik. Suhbatlashganda aynan o'sha Aziz Mahmud Xudoyi haqida suhbatlashib qoldik. Keyin o'sha suhbatimiz asnosida o'sha o'zingiz aytdingiz, o'sha Istanbulda 4 ta muhofiz bo'lgan ekan deb. O'sha 4 ta muhofiz, o'sha bittasi Aziz Mahmud Xudoyi, keyingisi Yahyo afandi mana. Ya'ni ikkita inson haqida dedingiz. Keyin bordim, mutolaaga bordim, shu o'qishim kerak edi kitob. Shunda oldimda, nima kitob ekan dedim, bunday oldim qo'limga. Anaqa. Shundoq qarasam, sir turibdi. Yahyo afandi. Tavba dedim. Allohga qaranglar dedim, bir Allohning bir karomati deb bildim shu narsani-da. Haligini shunaqangi bir ishtiyoq bilan o'qidim. Bir nafasda o'qib tugatib qo'ydik-da kitobni. Bo'lmasam ancha-muncha bor edi bunaqasi. Bir nafasda tugatib qo'ydik. Ya'ni shu darajada odam berilib ketganidan, ya'ni o'sha bo'lgan voqelikka, o'sha siz bilan suhbatimiz, shu narsani o'qib bo'lganimdan keyin ovoz rejissyorga chiqib aytdim-da, shunaqa bo'luvdi. Xuddi shu suhbatdan keldim, qarasam shu narsa turibdi. Shuni gapirib turuvdim, kuldi. Ya'ni har bir narsa bejizga bo'lmasligi. Shu tasodif yo'q. O'sha menda ham aytiladi-ku, hayotda tasodif yo'q. Hamma narsa hikmat bilan. Har bir ishda hikmat. Albatta. Ya'ni boya gapingiz endi davom ettiring endi. Men aytmoqchimanki, siz ayolingiz bilan ba'zida kelishmovchilik bo'lganda, hayot endi har xil vaziyatlardan iborat. Qanaqa yo'l tutasiz? Xo'p. Va ayolingiz uchun siz qanchalar namunali yoki boshqacha aytish mumkinmi? Qanchalar u kishi uchun ersiz? O'zidan so'rash kerak. Umuman olib qaraganda, masalan, shaxsan o'zim oilani qadrlayman. Ya'ni oila
yaxshi bo'lishi kerak. Ya'ni ota-onani o'rtasidagi munosabat natijasida farzandni shu asnoda tarbiya topadi-da. Ya'ni farzandga yaxshi bo'lgin, to'g'ri yurgin, to'g'ri tur, to'g'ri yasha deganingiz bilan u gap emas. U farzand nimaga qarab rang oladi? U rang olishi ota-onaning munosabatiga qarab rang oladi. Shu narsani ilgari suraman. To'g'ri, nima oilaviy hayot ba'zida shu gap so'zlar o'tib turadi, boshqa bo'lib turadi, lekin iloji boricha og'irroq bo'lishga harakat qilaman. Og'irroq bo'laman. Vaziyat o'tadi. Vaziyat o't bo'lgandan keyin haligi olov o'chgandan keyin sekin o'tirib, keyin sekin yotiq bilan sekin tushuntirishga harakat qilaman. Ya'ni mana bu joyda siz xato qilib qo'ydingiz. Oyisi, mana bu joyda bundoq emas, bundoq bo'lishi kerak edi. Bunaqa bo'lishi kerak edi deb sekin tushuntiraman. Ya'ni o'zim unaqa oldin yoshlikda bor edi, yonib ketish bor edi, birdan anaqalar bo'lardi, yoshlikka xos. Lekin o'sha vaqt o'tgandan keyin, ya'ni o'sha nima deydi, hayot davomida o'rganib ko'rganingizdan keyin yo'q, u yonib ketish bilan, bunaqa bilan, toshib ketish bilan hech narsani qilib bo'lmas ekan. Hammasi og'ir bosiqlik bilan masalani shu oilaviy shu muammolar bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, o'tirib, bafircha o'tirib, kelishib hal qilsa bo'lar ekan. Muhimi kimnidir dilini ortib qo'yish emasda, kimnidir dilini ortib qo'yib, shundan keyin bekor gapirdim, shu gap bekor qildim deb o'tirmaslik uchun iloji boricha shu og'irroq bo'lishga harakat qilaman. Endi oilada shunaqaroqman, ko'proq og'irroq bo'laman. Birdan yonib ketmayman-ku, mayli deb sekin eshitib turamiz, keyin sekin-sekin tushuntirishga harakat qilamiz. Siz yaxshi ko'rgan badiiy asarlarni 5ligini tuzib bering. Tolkienni Uzuklar hukmdori. 4-o'ringa Paulo Coelho'ni Alkimyogar asarini qo'yamiz. 3-o'ringa Abdulla Qodiriyni O'tgan kunlarni qo'yamiz. 2-o'ringa yana Abdulla Qodiriy, Mehrobdan chayon. 1-o'ringa Tog'ay Murodni Otamdan qolgan dalalar. Rahmat. Badiiy asar bo'lgani uchun, badiiy asar bo'yicha belgilandi. Siz yoqtirgan o'zbek filmlarini top 5 reytingini tuzib bering. Zulfiqor Musoqovni shu 5-o'rinda deyman, Bomba filmlari. Bomba. 4-o'rinda Abdullajon filmini qo'yaman. 3-o'rinda yana Zulfiqor akaning filmlari, Vatan filmi. 2-o'rinda Melis Abzalovni O'tgan kunlari. 1-o'rin Tog'ay Murod asari asosida suratga olingan, Shuhrat Abbosov tomonidan tasvirga olingan Otamdan qolgan dalalar. Xorij filmlarini 5ligi. Oho. Xo'sh, Peter Jacksonning o'sha Uzuklar hukmdorini o'sha 3 trilogiyasini qo'yaman. Peter Jackson tomonidan tasvirga olingan. 4-o'rinda ko'radigan filmim James Cameronning Terminator 2si. Mayli 3-o'rinda o'sha hamma sevib tomosha qiladigan film Sher yurak filmi. Ikkinchisida Tanishing Joe Black filmi. Birinchisi haqiqatda bu filmdan o'zim ta'sirlanganman. Mustafa Aqqotning Risolat filmi. Albatta, so'zsiz. Bir so'z bilan ta'rif bering. Hamza Umarov. Aktyorlik mahorati bo'yicha akademik degan bo'lardim. Aynan o'zbek dublyajini. Diyas Rahmatov. Eksentrik ovoz vakili degan bo'lardim. Obid Yunusov. Dublyajni o'z davrini romantik ovozi. Yoqub Ahmedov. Haqiqiy darg'a. Rahmat. Yayra Abdullayeva. Ziyoli ovoz. Farhod Aminov. Farhod Aminovning bir gaplari bor. Har qanday holatda ham inson yumorni yo'qotmasligi kerak. Bo'ldi, mana shuni o'zi ta'rifda bu. Ya'ni o'zlarining so'zlari o'zlariga ta'rif. Rahmat. Oybarchin Bakirova. Dillarga mehr olib oladigan ovoz vakilasi. Sanjar Sa'dullayev. Sohir ovoz sohibi. Hojiakbar Nurmatov. Ustozimiz. Afzal Rafiqov. Yangi davr akademik. Behzod Muhammad Karimov. Qalblarni titratgan ovoz desa to'g'ri bo'ladi. Lezat ekan. Elbek Mirzohidov. Og'aynimi? Elbek dublyajning olovi. Dildora Rustamova.
Oybarchin Bakirovani davomchilari. Mohira Nurmatova. Mohira Nurmatova. Meni sevib qolgan ovoz. Rahmat samimiy suhbat uchun. Bir munavvar suhbat bo'ldi. O'zi sizni taklif qilganimizda shunaqa bir umid bor edi bu suhbatga, chunki oldin bir kadr orti suhbatlarimizni ko'p o'ylab yurardim. Abdulhay akam bilan bir inshaalloh kasblar haqida emas, dublyaj haqida emas, bir hayot haqida fikrlarni bilgim keladi degandim. Rahmat. Sizlarga ham rahmat. Muhimi bir inson mana shu nazarimizda shu ko'rsatuvni ko'rsa, vaqtiga achinmaydigan bir suhbat bo'ldi. Umid bildiramiz. Zerikib qolishmasa bo'ldi. Manfaatli bo'lsin. Abdulhay aka, rahmat. Inshaalloh ijodlaringizda omadlar tilaymiz. Yangi obrazlar va yangi badiiy asarlar, tariximizni yangi qirralarini kashf etishingizda Alloh taolo o'zi madad bersin, zafar, muvaffaqiyatlar ato etsin. Rahmat. Sizlarni ham ijodiy faoliyatingizga faqat muvaffaqiyat tilab qolaman. Taklif uchun men o'zim shaxsan juda xursand bo'ldim. Ya'ni suhbatimiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, yana xursandman. Mana shu telekanal uchun, mana shu platforma uchun faqat muvaffaqiyatlar tilab qolaman. Tani joningizlar sog' bo'lsin. Rahmat. Salomat bo'linglar. Rahmat. Azizlar, biz o'z sohasining mohirlari bilan sizni tanishtirishda davom etamiz. Suhbatdoshimiz dublyaj aktyori, shu bilan birga tarixchi Abdulhay Otaxo'jayev bo'ldilar. Ishtiroklari uchun minnatdorchilik bildiramiz. Rahmat.